Bo'lajak kuyovim akansiz to'yda oldin bir ikkita narsalarni kelishib olsak. Hop, u bu narsa quyib ichasizmi? So'rab berguncha urib ber deyishadi. Yo'q, May, Tushunmadim, bu nima qilib? yo o'zingiz aytdingiz-ku. May qarang, to'ydan keyin qizim bilan ham it mushuk bo'lmaysizmi ish qilib? Yo'q, g'alati-yu. Aniqmi yo'q, quloqqa tepyapsizmi? Sen uyroq. Yo'q, aniq. Ha, aytib qo'yay. To'ydan keyin qizimni xafa qilsangiz, tagingizni quritaman. Ya dada nima qilyapsiz? Shu shunda turib turing, tagingizni quritib oling. Ya tagim quruq, rahmat. Rosa mehribon odam ekansiz-a? Qizingizni umuman xafa qilmayman. Mayli. Xarajatlarni gaplashsak. To'y mebellarni o'zingiz ko'tarasiz. Ay, voy. Nima qilyapsiz? O'zimiz olib kiramizmi? To'y mebelarini o'zim ko'taraman. Dadasi, bo'lib qoldingizmi? Shunda bitta shkaf qoldi, olib kiring. Ay, belim. Grijam bor-u, mayli amallaymiz. To'yga ko'proq san'atkorlarni chaqiramiz. Hamdamni ham o'zingiz ko'tarasiz. Hamdam. Aka to'yma-to'y yuraverib semirib ketibsiz, necha kilosiz? Bo'ldi, tushiring endi, boshqa to'ylarim ham bor. Kuyov, buncha siqildingiz. Bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Bunda bemalol yozilib o'tiring. Ha? Shitdami?